Voy, charchab ketdim. Qoraqo'yda ko'rib turganlaringdek quyosh, lekin qor bor. Qor bor, oz bo'lsa ham. Hozir obed qilamiz. Ko'mir topdik, shashlikni yeb. Xudo xolasa keyin tepaga qor o'ynagani katopga chiqamiz, xudo xolasa. Hop, kelmoqchi bo'lganlar uchun maslahat bermoqchiman. Ko'pchilikning havasi kelib so'rayapti narxlarini. Narxlari bir sutkasi $180. O'sha tepadagi lyuks kottejlar. Jidcha sovuq qizlar. Yosh bolaliklar uchun tavsiya qilmayman kelishdi, chunki hozir mana havosi rosa yaxshi, issiq, lekin kechqurun va sovib ketar ekan, muzlab ketar ekan. Bitta o'sha pechkasi bor ekan, gazda yonadigan, ikkita elektr pechkasi bor ekan. Bo'ldimi, oldingizmi? Ikkita elektr pechkasi bor ekan, ularda ham kuchi yetmas ekan. Kechqurun muzlatib yuborar ekan. Unaqa teplopol, unaqa narsalar yo'q. Xullas, qishda yosh bolaliklarga tavsiya qilmayman. Yosh kattalar kelsa bo'ladi, endi u qadar ham sovib ketmaydi. Chidasa bo'lar, o'ranib uxlasa bo'ladimi? Bolalarim o'ranib uxlashdi yaxshi. Xudoga shukr. Lekin yosh bolaliklar kasal qilib qo'yasizlar bolalaringni.